Assalomu alaykum mevali ko'chatlar kuzatuvchilari, xudo xolasa 19-oktyabr sanasida 2025-yil sizlarga hozir ko'chatlar ko'rsatib o'tamiz holatlarini. O'rik ko'chatlarimiz 5 xil navda o'rik ko'chatlari bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar. Telefon nomerlar profilga yozib qo'yganmiz. Bundan tashqari, xo'p, nok ko'chatlari, bex ko'chatlari do'stlarimiz ham video qilishyapti. Ko'chatlarimizga kelishgan, xudo xolasa. Xaridorlar mana bu tarafda. Sizlar uchun mana eng yangi navda shoftvolar, xudo xolasa zo'rlardan tayyorlab qo'yganmiz. Holatlarini qaranglar, juda ham zo'r holatda. Ekaslar meva qiladi. Siraz meva kiraveradi bular. Mana holatlarini qaranglar. 5 gektarda xudo xolasa tayyor qilib qo'yganmiz. Gilos ko'chatlarimiz ham o'ta udar bo'lgan. Mana ketmonsob bo'lib ketgan holatni qaranglar. Kimga shunaqa ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bozorchilikka qiziqadigan do'stlarga yuborib qo'yamiz. Mana noklarimiz holatlari. Noklarimiz ham 6 xil navda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, do'stlarga yuborib qo'yamiz.